Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi televiziyesi kündilik xəvərlər pirugrammisiga xoş keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 3-oyning 22 kuni dushanba. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. 21 mart Navro'z bayrami munosabati bilan vatan ichi va sirtidagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning Navro'z bayramini qutlaymiz. Aziz vatanimizning osmonini qora bulutlar qoplagan bu og'ir kunlarda Navro'z yangi tongning etishidan Bəxtning külüb beqishidan xəbər bərgüsü. Aziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Xitay Kommunistik Partiyası Siyasi Bürosunun Tashqi ishlarga mas'ul a'zosi Yang Jiechi va Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining 18 mart kuni Alyaska shtatida Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken va Amerika prezidentining bexatarlik maslahatchisi Jek Sullivan bilan o'tkazgan yuqori darajaliklar uchrashuvi jarayonida qo'llangan adabsizlarcha uslubiy va diplomatik nazokatsizligi g'arb matbuotlarining va siyosiy analizchilarning kuchli tanqidiga uchradi. Kuzatuvchilar bu qitimqi Alyaska uchrashishini Xitoyning diplomatiya jihatdagi eng zo'r mag'lubiyatlarining biri deb qaramoqda. Bu qitimqi uchrashish intayin qattiq talash-tortish va keskin munozirlarga sahna bo'lgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken suhbat jarayonida qilgan so'zida Sharq Turkiston, Hong Kong va Tayvan masalasini alohida tilga olish bilan birga Xitoyning Amerikaning tor bexatarligiga hujum qilish va Amerikaning ittifoqdoshlariga iqtisodiy jihatdan tahdid silishda qilmishlarining dunyo tartibiga og'ir tahdid shakllantirayotganligini bayon qilgan va Xitoy hukumatidan Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, Tayvanga tahdid silishni to'xtatish va aqliy mulk josusligini to'xtatishni keskin tilda talab qilgan edi. Blinkenning bu so'zlaridan xudini yo'qotgan Xitoy Kommunistik Partiyasi Siyosiy Bürosuning tashqi ishlarga mas'ul a'zosi Yang Jiechi intayin qo'pol talaffuzda qilgan so'zida Sharq Turkiston, Hong Kong va Tayvan masalasining Xitoyning ichki ishi ekanligini ta'kidlash bilan birga Amerikaning qurol kuchi va iqtisodiy kuch orqali dunyoga zo'migarlik qilish bilan ayblagan va Xitoyning Sharq Turkiston va Hong Kongda ilib berayotgan jinoiy qilmishlarini oqlab Amerikaning o'zining nurg'un chatoqlari bor. Ko'plagan kishilarning Amerikaning demokratiyasiga va kishilik huquq masalasiga bo'lgan ishonchi yo'q. Amerika atalmış demokratiyani bozorga silishdan burun oldi bilan o'zining obrazini yaxshilashi kerak. Hammamiz o'zimizning ishini qilaylik. Bir-birimizning ichki ishlarga qo'l tiqolmaylik deb bildirlagan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi suhbatda qilgan so'zida qo'llarini adabsizlarcha shiltib, yana koni muqomini to'lab, Sharq Turkiston, Hong Kong va Tayvanning azaldan Xitoyning ayrilmas bir parchasi ekanligini, boshqalarning Xitoyning ichki ishlariga aralashish huquqining yo'qligini ta'kidlash bilan birga, biz Alyaskaga kelishdan bir kun burun Amerika hukumati Jongoning ba'zi amaldorlarga va shirkatlarga embargo yurgizdiganligini e'lon qildi. Bu sahibxonlikqa yarashmaydigan bir qiliq. Amerika bunda xuylarni o'zgartirishi lozim. Jongo taraf bundan keyin Amerikaning uzluksiz ayblashlarini asla qabul qilmaydi deb chalvo qilgan edi. Xalqaro matbuotlar bu qitimliq yig'inni til urushi va o'zaro ayblashlarga to'lgan 1 soat bo'ldi deb tasvirlamoqda. Amerikadagi Xitoy ishlari tadqiqotchisi Gordon Chang o'zining Twitter hisobida mazkur yig'in haqida mundaq deb yozgan. Xitoy amaldorlari Alyaskaga Biden hukumati bilan suhbatlashish uchun kelmabdi. Xitoyning takabbur ammo o'ziga ishonchi yo'q rahbarlari eng xatarlik. Biden hukumatining eng ta'xirsiz vazifasi Amerikaning o'rnini qayta tiklash. Bu Xitoy diplomatlari o'zlarini zodi kim deb o'ylaydi? Ularni obdanroq ogohlantirib qo'ydigan payt keldi. Gordon Chang apandi bu vaqtda matbuotlarga qilgan so'zida yana mundaq dedi. Bu qitimliq yig'in boshqa har qanday ilgirlash xarakterlik yig'inlarga o'xshamaydi. Agar Xitoy irqiy qirg'inchilikni, insoniyatga qarshi jinoyatni, aqliy mulkni o'g'irlashni to'xtatmasa, munosabatni ilgirlatishning hojati yo'q. Bu yerda eng muhim bo'lgani Xitoy Amerikaga hujum qilyotdi. Biz buni hal qilishimiz kerak. Irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bir hukumat bilan hamkorlashsak bo'lmaydi. Bu ba'zilarning quliqiga xo'sh yoqmaydi, lekin biz rostilla diktator bir hokimiyat bilan ilishyapmiz. Biz o'zimizni, ittifoqdoshlarimizni va dunyoning boshqa yerida yashayotgan kishilarni qo'g'dishimiz kerak. Qisqasi bu madaniyatning ko'rishidir. MBC xabar torining xabariga qaraganda Amerikaning yuqori darajalik ma'muriy amaldori mundaq degan: agar Xitoy Amerika bilan bo'lgan munosabatni mohiyat jihatdan ilgirlatmoqchi bo'lsa, ilgirki yo'llanishni cho'qim o'zgartirishi kerak. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim 18 mart kuni Amerika bilan Xitoy o'rtasida Alyaskada o'tkazilgan uchrashuv munosabati bilan Amerika tashqi ishlar ministri Blinken apandiga alohida maktub yo'llab, uningdan Xitoy taraf bilan o'tkazilgan muzokara jarayonida Xitoydan Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini darhol shartsiz holda taqashni talab qilishni iltimos qilgan va maktubida navbatdagi eng jiddiy masala bo'lsa Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni va boshqa jinoiy qilmishlarni shartsiz holda darhol to'xtatishi lozim. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda tasdiqlagan jazo lagerlarini darhol taqishi, begunoh tutib turilayotgan insonlarimizni shartsiz holda qo'yib berishi lozim.
Xitoy hukumatı yana Sharq Turkiston va Xitoy o'lkalarida Uyg'urlarni majburiy emgak silish qilmishlarini darhol to'xtatib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xodimlarining Sharq Turkistonda erkin holda tekshirish olib berishiga darhol yo'l qo'yishi lozim deb ko'rsatgan edi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq alohida elchisi Linda Thomas xonimning 20 mart kuni Dunya irqiy qirg'inchilikka qarshi turish kuni munosabati bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkazilgan umumiy yig'inda qilgan so'zida Xitoyning Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik olib berish bilan ayblashi, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy vakilining yordamchisi Deybingning kuchli noroziligiga uchradi. Linda Thomas xonim shu kungi yig'inda qilgan so'zida Myanmar va Rohingyadagi millatlar kishini cho'chitadigan darajada qattiq bostirishga, qiynashga va o'ltirishga uchrayotdi. Xitoy hukumatı Xinjiangdagi Uyg'urlarga va boshqa yerlik musulmon millatlarga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotdi deb ko'rsatdi. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy vakilining yordamchisi Deybing Linda Thomas xonimning bu so'zlariga radiya qaytarib, Xinjiangda irqiy qirg'inchilik yurgizilyotdi degan gap butunlay yolg'on. Amerikaning boshqa davlatlarni ayblashga haqqi yo'q. Agar Amerika rostilla kishilik huquqiga ko'ngil bilsa, oldi bilan o'z davlatidagi irqiy kamsitishni, ijtimoiy adolatsizlikni, soqchilarning zo'ravonlik qilmishlarini to'xtatishi lozim deb bildirdi. Amerika bilan Xitoy o'rtasida 18 mart kuni Alyaskada o'tkazilgan yuqori darajaliklar uchrashuvida Xitoy Kommunistik partiyasi siyosiy byurosining tashqi ishlar mas'ul a'zosi Yang Jiechi bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikaga qarshi xuddi yuqoriga o'xshashlar ayblashdi bo'lgan. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken va Amerika prezidentining bexatarlik maslahatchisi Jek Sullivan Xitoyning bu xil ayblashiga qarata tövandagi javobni bergan edi. Darvaqa biz o'zimizni mukammal va kam kuchsiz deb qaramaymiz. Bizmi boshqalarga o'xshashlik xatolik sodir qilamiz. Albatta o'ngsizliklarga duch kelamiz. U chaqda chekinishni bilamiz. Ta'kidlashga tegishliki shuki, biz tarixdan buyon bu xil xirislarga ochiq oshkora muomala qilib kelyapmiz. Biz bularni yushirmaymiz. Yolg'ondan mavjud emas deydigan qiyofatga kirib olmaymiz. Bu xil amaliyot ba'zida ochiq bo'ladi. Sətçilik bo'lib ko'rinadi. Ammo har qitimqi o'ngsizlikdan keyin biz texmo kuchlanamiz. Texmo yaxshi bo'lamiz va butun davlat ittifoqlashamiz. O'ziga ishonchisi bor har qanday bir davlat o'zining kamchiliklarini botirlik bilan e'tirof qila oladi. To'xtamay olg'a ilgarilaydi. Mana bu bizning Amerika qilgan bir sir. Bizdagi yana bir sir bo'lsa, bizning xalqimiz masalani hal qilish tarafida turadigan bir xalqdir. Biz shuningga ishonamizki, biz dunyoning har qaysi joylaridagi ittifoqdoshlarimiz bilan birlashgandala, ondan masalalarni texmo yaxshi hal qila olamiz. Chet ellardagi 20 dan ortiq davlatda aktiv faoliyat olib berayotgan 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining qo'shilishi bilan o'tgan yilning 5-ida qurilgan Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbiri 20 mart kuni to'r yig'ini chaqirib, Uyg'ur masalasining xalqarodagi yangi yuzlanishi va tashkilotlar o'rtasida bundan keyin olib beriladigan yangi hamkorliklar haqida muzokara olib bordi. Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirining koordinatori va Dunya Uyg'ur Qurultiyining tashkiliy ishlariga mas'ul muavin raisi Parat Yo'ronqashning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi yig'inda oldi bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandi so'z elib, Dunya Uyg'ur Qurultiyining tashabbusi va Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbiridagi tashkilotlarimizning moddiy va ma'naviy jihatdan aktiv qo'llashi bilan o'tgan yilning 9-oyda Londonda qurilgan xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tayyorlik ahvoli, Dunya Uyg'ur Qurultiyining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining bu yil 2-oyning 22 kuni Janvada boshlangan va 3-oyning 19 kuni oxirlashgan 46-navbatlik umumiy yig'ini jarayonida ilib borgan xizmatlari. Shundaqla Uyg'urlar masalasining Yevropa ittifoqidagi yangi yuzlanishi haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Dolqin Aysa apandi bu vaqtda qilgan so'zida Londonda qurilgan xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga zarur kerak bo'lgan taxminan $400,000 iqtisodning asosiy jihatdan to'planib bo'lganligini, Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan sudga 15,000 betlik arznoma sunilganligini, o'zining barliq tayyorlik xizmatlarini asosiy jihatdan tamomlagan xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining o'zining tunji sudini bu yil 6-oyning 4-kunidan 6-kunigacha Londonda etishni qaror qilganligini, yana Dunya Uyg'ur Qurultiyining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining 46-navbatlik umumiy yig'ini jarayonida 20 dan ortiq davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchilar bilan ko'rishib, ularga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va Sharq Turkiston xalqining orzu talablari haqida ma'lumot berganligini, yig'in jarayonida 10 dan ortiq davlatning rahbarining maxsus Uyg'urlar masalasi haqida to'xtalganligini, yig'in jarayonida Dunya Uyg'ur Qurultiyi bilan Xitoy o'rtasida yana keskin kurash jarayon qilganligini, ondan boshqa yana Yevropa birligidagi Uyg'urlar masalasida ijobiy qadamlarning tashlanganligini, Yevropa ittifoqining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlari sababli 4 nafar Xitoy amaldoriga jazo yurgizdiganligi haqida birdek fikrga kelganligini bayon qilib o'tdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanat va Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonimlar yig'inda qilgan so'zlarida
Uyg'urlar masalasining Amerikadagi yangi yuzlanishi va Amerika Davlat Majlisida muzokara qilinayotgan Uyg'urlarga munosabatli yangi qonun va qaror loyihalari haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Amerika bilan Xitoy o'rtasida 18-mart kuni Alyaskada o'tkazilgan yuqori darajaliklar uchrashuvida jarayon qilgan hodisalarning Uyg'urlar masalasi haqida Joe Biden hukumatiga gumoniy nazar bilan qarayotgan insonlarning andishlarini butunlay yo'qqa chiqarganligini, Uyg'urlar masalasining Amerikada ma'lum bir partiyaning emas, balki butun Amerikaning davlat siyosatiga aylanganligini, Joe Biden hukumatining yaqinqi mezgillardan buyon Uyg'urlar masalasida Xitoyga qarshi kayni-kaynidan olgan jazolash va embargo qarorlarining buning jonliq dalili ekanligini alohida ta'kidlab o'tishdi. Yig'inda yana Turkiyada aktiv faoliyat ilib berayotgan Sharq Turkiston inson haqlarini kuzatish tashkilotining mas'uli Nuriddin Izbasar apandimi so'z ilib, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining 25-martdagi Turkiya ziyoratiga qarshi Turkiyada ilib beriladigan norozilik faoliyatlarining tayyorlik ahvoli. Shundaqla 1-aprel xalqaro chaqchaq bayrami munosabati bilan butun dunyo miqyosida boshlatiladigan Uyg'ur fojiasi hargizmo chaqchaq emas degan o'rtaq shuar ostidagi faoliyatning mazmuni va tayyorlik xizmatlari haqida ma'lumot berish bilan birga, chet ellardagi butun Sharq Turkiston tashkilotlarini bu faoliyatga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. Yig'inda so'z olgan Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdulla Imaru apandim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqida 2 nafar parlament a'zosi tarafidan Belgiya parlamentiga sunilgan qaror loyihasining navbatdagi vaziyati va bu qaror loyihasini qabul qildirish uchun Belgiyada ilib berilayotgan turli xizmatlar haqida tushuncha berib o'tdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi ishki ishlar komitetining mudiri, Avstraliya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zosi Baxtiyor Bo'ra apandim qilgan so'zida, Avstraliya parlamentining mustaqil parlament a'zosi Rex Patrick apandi tarafidan mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonning Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqqa qarta yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqida sunilgan qaror loyihasining 15-mart kuni Avstraliya parlamentida muzokaraga qo'yilish ahvoli. Bu loyihaning ma'qullanishining to'sqinligiga uchrash sabablari va uni Avstraliya parlamentida ma'qullikdan o'tkazishni qo'lga keltirish uchun Avstraliyadagi Uyg'ur tashkilotlarining o'rtaq holda ilib berayotgan jiddiy xizmatlari haqida ma'lumot berib o'tdi. Shundaqda o'zlarining bugun, ya'ni 22-mart kuni Avstraliya parlamentida jiddiy ko'rishlar va lobby faoliyatlari ilib boradiganligini ta'kidlab o'tdi. Yig'inda yana Kanada Sharq Turkiston birligining raisi To'yg'un Abduvali apandimi so'z qilib, Kanada Uyg'ur jamoati tarafidan Uyg'ur masjidi va Uyg'ur madaniyat markazi qurib chiqish maqsadida yaqinda setib ilingan 150 yillik ko'rkamli qadimiy chirkov uchun boshlatilgan iyoni to'plash safarbarligiga yaqindan ovoz qo'shgan chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlariga bo'lgan minnatdorligini bildirdi. Yig'inda yana Dunya Uyg'ur Qurultiyi muhojirlar bo'limining mudiri, Kanadadagi aktiv siyosiy faoliyatchilarimizdan Mehmet To'xta apandim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini har qaysi parlament va hukumatlarga qabul qildirishda saqlanayotgan masalalar va bu vaqtda konkret ilib beriladigan xizmatlar haqida qisqacha leksiya berib o'tdi. 21-mart kuni dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz intayin g'ashlik va mayuschanlik tuyg'usi ichida Navro'z bayramini kutib oldi. Xitoy virusi sababidan Navro'z bayramini asosiy jihatdan to'g'ri orqali qutlug'lagan qarindoshlarimiz mustabid Xitoy hokimiyatining irqiy qirg'inchiligiga duchor bo'layotgan vatan ichidagi xalqimizning tezroq erkinlik va yorug'likka erishib, erkin dunyo xalqlariga o'xshash o'zining mustaqil vatanida hurlik ichida Navro'z bayramini o'tkazishga bo'lgan tilak va orzularini ifoda qilishdi. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken 21-mart o'zining Twitter hisobi orqali tabriknoma e'lon qilib, butun dunyodagi Paris va Turkiya xalqlarining bu an'anaviy bayramini qutlagan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa va Qurultiyining Uyg'ur ham chet ellik xizmatchi xodimlarining Navro'z bayramini qutlab tarqatgan tuvandagi qisqa tabrikimi ijtimoiy taratqularda qizg'in olqishga sazovor bo'ldi. Aziz millatimizning Navro'z bayramiga muborak bo'lsin. Navro'z bayramingizga muborak bo'lsin. Navro'z muborak. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarim. Hammanglarning Navro'z bayramiga muborak bo'lsin. Navro'z muborak. Navro'z muborak bo'lsin. Navro'z bayramingizga muborak bo'lsin. Navro'z muborak. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylaridagi aziz Uyg'ur qarindoshlarim. Hammanglarning Navro'z bayramingizga muborak bo'lsin. Navro'z bayrami munosabati bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazi 19-mart kuni Navro'z haqida ilmiy muhokama yig'ini o'tkazdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazining raisi Anvar Ahmad apandimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi to'r muhokama yig'inida Uyg'ur tadqiqotchilaridan professor doktor Olimjon Inoyat va doktor Hoji Qutlug' Qodir apandilar Navro'z bayramining borliqqa kelish jarayoni, Uyg'urlarning Navro'z o'tkazish tarixi va uning konkret alohidaliklari, shundaqla Uyg'ur madaniyat san'atining Uyg'urlarni va Uyg'ur davosini xalqaroga to'lintishda o'ynab kelgan tarixiy roli haqida o'zlarining ilmiy qarashlarini o'ttirib qo'yib o'tdi.
Ondan başqa yana Germaniya Uyghur Madaniyat və Maarif Birligi tərəfindən tor orqali Novruz faoliyati uyushtirildi və bu vaqtda ishlab tarqatilgan Germaniyada Novruz nomli film chet ellardagi Uyg'urlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Kanada va Amerikada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz mu imkoniyatlari yor bergan doira ichida Novruz bayramini turli shakllar bilan qutlug'ladi. Bo'libmi Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining programma yetakchisi Həmimizga tonuşluq bo'lgan Amerikalik Uyg'urshunos san'atkor doktori Elisa Anderson, ya'ni Uyg'urcha ismi Nazokat xonimning Novruzlik tabriki va Novruzga beg'ishlab aytgan Mashrab yo'q yada nomli naqsi muhojiratdagi Uyg'urlarning zo'r olqishiga sazovor bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Men oldi bilan hammalarning Novruz bayramini qizg'in tabriklayman. Novruz bayramingizga muborak bo'lsin. Yangi yilda baxt, saodat hammalarga yor bo'lg'ay. Men bugun sizlarning huzuringizga bir pada Uyg'ur xalq naqsini sunmoqchiman. Huzur olg'aysizlar. Koronavirusi sababidan o'ttirg'i chiqqan intayin foydasiz sharoitga qaramasdan Avstraliyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz mo Novruz bayramini tantana bilan qizg'in kutib oldi. Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati va Avstraliya Tangirtog' Uyg'ur xonim-qizlar jamiyatining birlikda uyushtirishi bilan 21-mart kuni Adelaide shahrida Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan Avstraliyalik do'stlar va Adelaide rayonida yashayotgan Uyg'ur jamoatining qatnashi bilan Novruz bayramini qutlug'lash murosimi o'tkazildi. Yana shu kuni Avstraliya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan Sydney shahrida Novruz faoliyati o'tkazildi. İstiqlal marşimiz bilan boshlangan yuqorqi Novruz faoliyatlarida Uyg'ur ona til maktabining so'yimlik o'quvchilari mo'l mazmunli san'at nomorlarini ko'rsatdi. Uyg'ur xonim-qizlarimiz tarafidan hozirlangan Novruz ishi taqdim qilindi. Undan boshqa yana Yaponiya, Turkiya va Yevropaning boshqa ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz mu turli shakldagi faoliyatlar orqali Novruz bayramini qutlug'lashdi. Undan boshqa yana navbatda Tayvanda yashab turayotgan 89-yilidagi Beijing o'quvchilar harakatining lideri va Uyg'ur harakati tashkilotining faxriy raisi O'rkash Davlat apandimning o'zining ijtimoiy taratqulardagi sahifasida tarqatgan Novruz tabriki mu chet ellardagi Uyg'urlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Angliya parlamenti 17-mart kuni Sharq Turkistondagi majburiy emgak haqida maxsus zo'r hajmlik doklad e'lon qildi. Mazkur doklad 3 qismga bo'lingan bo'lib, Sharq Turkistondagi majburiy emgakning eng yangi taraqqiyoti, bu xil majburiy emgak bilan bog'lanishliq bo'lgan ta'minot zanjirining Angliya bozori bilan bo'lgan aloqasi hamda Angliya hukumatining bu xil reallikqa qarta nimalarni qilishi lozimligi tafsiliy sharhlandi. Dokladda ko'rsatilishicha Sharq Turkistondagi majburiy emgakning mavjudligi haqida navbatda tog'dek dalil isbotlar to'planib bo'lgan bo'lib, ko'plagan dongli marka sohiblari, parcha setish shirkatlari hamda fan texnika tarmoqlari o'xshamagan darajada bu xil majburiy emgakka chetilib qolmoqda deyishgan. Angliya parlamentining bu dokladida alohida ta'kidlangan yana bir nuqta, har qaysi parlament a'zolarining navbatda Angliya bozorida setilayotgan turli tovarlarning Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan qanchalik bog'lanishi borligini tekshirish haqidagi talabi bo'lgan. Növbətdə buningda Angliyani asos qilgan shirkatlar Xitoydan mol import qilganda bu mollarning ta'minot zanjiridagi majburiy emgak halqasini tekshirish hamda Angliya hukumatining bu vaqtda aniq qaror chiqarishidek ikki turlik muhim xizmatni tamomlash zarur ekan. Dokladda alohida o'rin egallagan yana bir mazmun Sharq Turkistondagi paxta mahsulotlarining ishlab chiqarilish masalasi hisoblanadi. Bo'libmi Xitoydagi paxta ishlab chiqarishning 85%ni tashkil qiladigan Sharq Turkiston shubhisizki Xitoyni asos qilgan kiyim-kechak zavodlarining eng chong xam ashyo bazasi bo'lib qolgan. Shundoq bo'lgan ekan Angliya bozoriga kelkundek eqib kirayotgan kiyim-kechaklarni, bo'libmi Xitoydan import qilinayotgan kiyimlarni majburiy emgak bilan munosabatsiz deb qarashga hech qanday bahona bo'lmasligi lozim ekan. Dokladning oxirida Angliya parlamenti navbatda Angliya hukumati qila oladigan ishlar qatorida ularga bir necha ishni tavsiya qildi.
Ularning biri 2015-yili ma'qullangan zamonaviy qullarning amgikiga qarshi turish qonun loyihasining mazmunini Sharq Turkistondagi reallikka tatbiqlagan holda o'zgartish hamda shu orqali majburiy amgakning Angliya iste'molchilariga chetilishining oldini olish bo'ldi. Yana bir muhim tavsiya Angliya hukumatimi Amerika hukumatiga o'xshash qora tizimlik va oq tizimlik bo'yicha Sharq Turkistondagi majburiy amgakka chetishlik shirkatlarni turga ayirib chiqish. Buning bilan ta'minot zanjirining bulg'anishini eng tuvan chekka tushirish haqidagi mazmunlar bo'ldi. 2018-yili tuyuqsiz g'oyib bo'lgan va keyin Xitoyning jazo lagerlariga qamalganligi o'ttirg'i chiqqan, o'tgan yili 12-oyda Xitoy soti tarafidan chet ellardagi terroristik tashkilotlarga yordam qilgan degan tuhmat bilan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan vatanda pensiyaga chiqqan Uyg'ur doktori Gulchan Abbos xonimning navbatda Amerikada yashayotgan qizi Zibo Muratning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining bu yil 2-oyning 22-kuni Janvada boshlangan va 3-oyning 19-kuni oxirlashgan 46-navbatlik umumiy yig'inining 34-qitimliq suhbatida Uyg'urlarga vakolatan qilgan qisqa nutqi yig'in qatnashuvchilarini cho'nqur ta'sirlantirdi. Zibo Murat xonim nutqida mundaq deb ko'rsatdi. Men vatandagi opamning ovozini tunji qitim 2018-yili 9-oyning 10-kuni angladim. 3 yildan buyon opamni izlayapman. Mening qadrlik va so'yimlik opam Xitoy turmalarining qurboniga aylandi. Opamning hayot mamatligidan hozirgacha xabar olmadim. Opam kasalchan, davolanishga va oilasidagilarning kutishiga ehtiyojliq. Men opamning farzandlari bilan birga xotirjam va baxtli hayot kechirishini orzu qilaman. Bu xil qo'rqinchli fojiaga duchor bo'lgan faqat malla emas. Chet ellardagi ko'plagan Uyg'urlarmi o'zlarining vatanda g'oyib bo'lgan ota-ona va urug' tuqqanlarining izdirkini qilyotdi. Men Xitoy hukumatiga qayta xitob qilamanki, menga ta'alluq bo'lgan kishimni, opamni menga qaytirib ber. Opam bilan aloqa qilishimga yo'l qo'y. Opamni qo'yib ber. Opamning davolanishiga yo'l qo'y. Zibo Muratning so'zdan keyin Xitoy hukumati vatandagi bir qancha nafar Uyg'urni ekran orqali so'zlatib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini oqlashga urindi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining Parijda qurilmoqchi bo'lgan ishxonasiga xizmatchi qabul qilish e'loni. Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan oldimizda Fransiyaning poytaxti Parijda quriladigan ishxonasi uchun to'liq kun xizmat qiladigan muoshliq programma yetakchisi qabul qilinadi va Fransiyaning o'lchami bo'yicha sug'urtaliq maosh beriladi. Qabul qilinadigan xizmatchi xodim jazman oliy maktab diplomiga ega bo'lgan bo'lishi, fransuzchani yuksak saviyada bilgan bo'lishi, inglizchani belgilik saviyada bilgan bo'lishi shart. Undan boshqa yana Xitoy vaziyati, Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasida cho'nqur ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi, xalqaro munosabat, diplomatiya va siyosiy bilimlarda ma'lum asosga ega bo'lgan bo'lishi, normal 8 soatlik xizmat vaqtiga kapolatlik qilish bilan birga jiddiy ahvollar ostida, bayram va ta'til kunlarida fidokorlik ko'rsatib xizmat qilishga tayyor turadigan ruhga ega bo'lishi lozim. Dunya Uyg'ur Qurultiyining Parijda qurilmoqchi bo'lgan ishxonasi Qurultiyining Fransiyadagi to'liq huquqli vakolatchilik organi bo'lib, bu ishxonaga qabul qilinadigan programma yetakchisi Qurultiyiga vakolatan Fransiya hukumati, parlamenti, Fransiyadagi har qaysi siyosiy partiyalar, kishilik huquq va ommaviy tashkilotlari bilan keng doirada munosabat o'rnatib, Fransiyadagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoati bilan yaqindan moslashgan holda Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasining Fransiyadagi ta'sirchanligini yanada oshirishga g'ayrat qiladi. Agar o'zingizda bu sharafli xizmatga loyiq ko'rsangiz, 2021-yili 4-oyning 15-kunidan burun tövandagi aloqalashish adresi orqali o'zingizda Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasiga tizimlating. Qurultiyining rasmiy tor betidan bu vaqtdagi e'lonning yanada tafsiliy mazmunini ko'ra olasiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi tor televiziyasi күнділік xəvərlər proqrammisini diqqətinizə sunduq. Keyin qaytamlıq proqramımızda görüşəylik. Görüşüncə aman bo'lgaysizlar. Xeyr, xoş.